Bizning hozir xalqning praktikasi var. Şundan da kişi mana saylovlarımızın bizning 11'i, 12'si, 13'i ekan o'zi bile, anglay. Ham endi ertangi saat bilan 8 to'lg'ash yo'q bizning igilik o'zagi qizlari kelib kirdilar, shu uramliqlar o'zimizning ishni boshqaraygali deb ham endi abi bobaylarimiz aytganimcha bizning bek aktiv uram, bizning ulu kishi bitingdol mazagrak. Buna ertan saat 8 to'lgancha yo'q bizning Nozifa aboyimiz bosib tura. Shunliqda da kishi kela, tovush bera, so'ylilar, so'raylar, o'zlarining fikrlarini aytalar. В общем, saylovlar bizde bek yaxshi boshlanib ketdi desak bo'lar. Boshqa saylovlardan ayirmalı bo'laroq endi bizning ikki o'ram ustaldi. Aning shkolniy o'rami ham darojniy o'ramlari bizga saylovga kelashaklar. Ham endi albatta birinchi topqir saylovga kelgan o kishi ko'ngilina kirib qola turgan мероприятие deb aytishga kerak. Biz endi shu saylovchilarimizga mana shunday Moy Golos Tatariston prezident degan mana shunday magnetiklar topshirashakmiz. Ham endi albatta bizning abilarimiz bizga da yo'qmi degan so'rovlar beralar bo'yi bir bo'yicha. Endi biz mumkinchilikdan chiqib, ularni da shunday suyuntirib jibaru ustunda ishlaymiz.